Assalomu alaykum. Mana bugun 22 oktyabr, hafta kuniga chorshanba. Sizlarga yana Chimyon Mindon Konlik bozori quruq mevalar narxlari bilan tanishtirib boramiz. Manzilda boshida aytib o'tsam, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Chimyon qishlog'i, Konchilar shaharchasida joylashgan bu bozorimiz Toshkentdan 300 km uzoqligida. Mana bozorlarimiz boshlanyapti mana. Bu narx-navolar bilan tanishtirib boramiz. Podpiska bo'linglar, kuzatib boringlar. Aka, charchamasdan. Aka, charchamasdan. Necha pul bo'lyapti? To'g'ri. Necha pul so'rashdi bu? Qizil mag'iz ekan, ha? Aralashmi-yo? Qizarib qo'ying, kech qolmang. 16 ming so'radimi? Shuna bo'lyaptimi, oq mag'iz qimmatroqmi? Bunisi-chi? Bunisi-chi bu oq ekan-a? Nima shuna bo'lyaptimi? Qanchaga bordi bu? Dane necha pul bo'lyapti aka? Dane 5 ming Charchamasdan. Necha pul sotilyapti, sotilishi? 5 ming Suponi dane. Dane oshib qoldimi aka, shunaqami? 3 ming bo'lyapti-ku. Bu 10 tachasi 11 ta chiqyapti ichidan. Ha. Allaqayda. Unaqa. 4 ming, 5 ming bo'lyapti ekan. 40 ming kam bor opa mana. Uchi mana o'ringlardi, yiriklari. 30 ming. Choq dog'i bor ekan-a? Ha, yirik ekan, oq dog'i bor ekan, 30 ming bo'lyapti, deyapti. Bunisi-chi? Bunisi. Bunisi-chi? 15 ming. Aka bunisi. 60 ming. Ya sotilishini ayting-da. Sotilishi 50 ming. 45 ham o'ring, ha, shunaqa. Ha, 40-45 ming orasida. Bilaman, dehqon. Doim mana shu yerda sotadi dehqon. Yaxshi bola. Ha. Ko'pchilik olib ketyapti shu bolada. Adan sanatoriydan kelganlar hammasi sotib ketadi. Jidan ish bo'lyapti, shu jidani so'rashyapti-edi. 30 qilishdi G'ayratjon. Bunisi nima? Bu oddiy jidam, chilon jida basa oddiy, xonaki jida. Ha. Yong'oq mag'izchi? Yong'oq mag'iz 40 ming. Kami bor. Sotilishini aytgan-ku kanalga. Ha, butun mas ekan, aralash ekan, 30 ming deyapti. Ha, bargelarchi, suponi bargelar. Bargalar 37 ming qilishdi. Bermadingiz. 37 ming bo'pti. Ha. Bunisi-chi? Maydasi. Bunisi 10 ming. Ya 10 ming bo'lsa bir 15 ming deydir. Aka. 5 mingga beradi. Ya to'g'ri ma'lumot beringlar, to'g'ri ma'lumot beringlar. Shu 15-18 orasida bu. Mana yo'lchi necha bo'libdi? Yo'lchi 30 ming qilishi. Yozga, Abdurahmon aka. 30 demen aka, to'g'ri ma'lumot beravering aka. 35 tevasida bo'lsa kerak bu. Ha? 45 mi? Ha. Ha, to'g'ri ma'lumot. Mana maydasi necha pul maydasi? 23 ming qilishdi bunisi. Bular necha pul deyapsiz bular? Ha, mana shular 35 ming siz bo'ladi. Yo'lchi bargak bu, yo'lchi. Sal svet pastroq ekan, bir ikkita sepkili bor ekan, 35 ming bo'pti. Lekin mana bular 45 ming deyapti buni. 45 ming bo'ldi deyapti.
Mana bu barga necha bo'libdi, Abdurahmon aka? 32 ming qilishdi. Besov. Yaxshi barga ekan, subhoni. 32 deyapsizmi? 32 qilishdi. Ha, mana. Narigami shu bitanmi? Ha, bu cho'l bir xil, bu ikkovi bir. Ha. 32 ming bo'libdi, subhoni barga ekan. Na 23 qilishdi. Sanatoriyadan kelgan dam oluvchilar ham shu chorshanba shanba kuni chiqib o'zlariga o'rik olib ketishadi. Har xil viloyatlardan kelishadi o'zi o'rik olgani. Chunki birinchi qo'l dehqonlar mana shu yerda. Narxlari arzon, kelaverasizlar. Har viloyatga mana shu yerdan tarqaydi o'riklar. Juda ham katta bozor bu. Savdolar bo'lyapti. Olmay aka, necha pul bo'lyapti ekan bular? Holatiga qarab Qancha? Mana shu necha pul bo'lyapti sotilishi? 23 ming deyapti, kelishda beramizda kami bor baribir. Yo, bu ma'lumotga aytavering, sotiladigan narxlarni aytavering. 20 mingga sotilyaptimi yo? 20 devasida. 20 devasida, 21, 22. Mana. Bu shirin qancha? O'ta zo'ri. Bu qarab saldirgan qarang. Nima? Dana kichkinaroqdir, u Qani qatdan. mayda bularni. Mayda dana, ya. Mana. Uka, mana avtobuslar necha bo'libdi? Sizlardanmi? Necha pul bo'ldi shu? 30 ming kam bor deyapti. Yo, necha pul sotyapsizlar ma'lumotga-da? 25 ta tepasidami? Yo'q, 10 yilida. 25 ta 10 yilida. Ha. Ana 25 qilishdi. Qaysini? Mana sveti bu subhoni baschikili bu. Yo'q, sparek. Spare ekan, yirik ekan a. Mana sparega o'rik 25 ming bo'pti, bermabdi. Bunisi ham sparega? Bunisi ham spare ekan a? Bu necha pulli? O'tir aka. Bu shu 20 ming degan yilida bunisi. Narx shunaqa ekan. Yaxshi o'rga ekan, omon lekin bu ham. 25 ming degan yilida deyapti mana. Subhonuri. Qo'ying o'sha qarorlarni. Bir savdoni qilaylik. Mana mashinani kilolar ham to'polmadi. Ana paket ham bor. Paket mana. Boz vereyim 2 kilo. 30 bin lirası. Sanatoriyadan kelganlarga o'sha 2 kilo, 3 kilo kilolardan berishaveradi. Asosan optim bozor bu. Asosan shu qopi bilan tonnaga qopi bilan sotiladigan bozor.
Sanatoriyadan kelib 3 kilo 5 kilo deganda ham quruq qaytarmasdan berishadi. Kelishilgan holatda. Mana nechta sotildi? 50 ming. Mana sulponi oqbar tozasi 50 ming so'm sotildi mana. Uri ham yirik. Sveti ham zo'r ekan. $50 ming so'mga savdo bo'libdi. Mana sulponi oftobini zo'rlar ekan, mana haqiqatda zo'r ekan. 60 ming so'm sotilibdi, 60 ming so'm. Juda ham yirik. Hamda sveti ham oppoq ekan. Endi videoda qana ko'rinyapti. Mana o'zi to'rtta bilan qo'l to'lib qolyapti, to'rtta 5 ta bilan. $60 ming sotildimi? Rovna. Zo'r ekan, o'rgan. Puliga arziydi. Toza narsalar ekan. Nok xoqini juda ham chiroylisi 15 ming so'm bo'lib berilmabdi. Mana boshqacha bo'lib qilingan ekan o'zi ham. Dimlanganmi bu endi aka? Dimlangan. Ha, juda ham chiroyli, go'shtli. Mana. Bu bargaydan ham bilmadingizmi? 26 qilishdi. 26 ga bermadi. Jo'y, joy yirik-ku barga. Past qilishdimi shunaqa? 30 ming tebasida bo'lsa kerak, 26 mingga berilmabdi-yu. Menimcha shu 30 ming deb o'yladi bargak sulponi. Oldim. Nok xoqi, nok. 15 ming deyapti. Mana Mag'iz bozoriga keldik. Savdolar bo'lyapti ekan. Mana sulponi dimlangan mag'izi 21 ming bo'libdi, berilmabdi. Shu 21-22 ming shunaqa bo'layotgan narxlari o'zi. Mana. Dimlangan sulponining mag'izi. Yine yürüdük. Oldu, bak. Arada Hashtag bozor ham gavjum bo'lyapti. Savdolari yaxshi bo'lyapti. Mana uchun so'rab ko'ramiz hashtaglarni. Aka hashtaglarni ichi bo'lyapti. Chiroyli ekan bu yoq. 5 ming kamim bor ekan. Nechta so'rashyapti ma'lumotga? 5 ming so'rayapti. 45 ming so'm
narxi aytilyapti 35-36 deyiladi. Menimcha 40 ming shuni atrofida, shuna sotilyapti, sotilishi. Sotilishini bilishimiz kerak-da. Ha, shunaqada. Har bozor olaman. 40 minglik hashtaglar mana shu 40 ming so'm. Bozor yurib qolsa 1-2 so'm qo'shilib ham qolaveradi, bozor yurmay qolsa 1-2 so'm tushib ham qolaveradi. Hashtag bozor shunaqa bo'ladi. Lekin bugun odam ko'proq hashtag bozorda. Savdosi keyin bo'ladi-da, endi ertalab taksari ko'tarilib ketadi. Qo'shilmay olishyapti. Mana savdolar bo'lyapti. Nechi pul qaysi biri? 25. Bargagilar. 25 ming so'm bo'lyapti. Bo'ldi baraka. Ya mana hashtaglar nechi bo'lyapti-kan? 39 mingga berilmoqda. Svet oqmas. O'rtacha, gabariti ham o'rtacha, shakli chiroyli ekan. 39 ming bo'libdi mana shu hashtaglar. Subhoni o'rikdi, naturalni o'rikdi. Danagini chiqargan varianti hashtag deyiladi bizda. Mana shunaqa mana. Dorilanmagan. Savdolar bo'lyapti mana.